kecha uyda siqilyapman-da o'zimcha. Siqilishda ahvolni qaranglar. Romantik muzikacha qo'yib olib. Uyim bor, yeyishga ovqatim bor, ustim but, boshimda ota-onam bor. Yana ota-onam kayf qilib Qatar, Ummon, Dubay, Abu Dhabi, yana через Saudiya, qaychida Turkiya qilib Emiratda damda olib yuribdi. Uylanganman, Xudoga shukr, farzandim bor. Atrofim to'la yaxshi odamlar, akalarim bor, ukalarim bor, tog'dek o'rtoqlarim bor, ishim bor, oyligim so'raganimdan 2-3 barobar qilib ko'paytirib 2-3 oydan oldin beradigan akalarim bor. Da keyin qulog'imda iPhone'chada necha yuz dollarga zakaz qilingan qimmat idishni olib kelyapti-da, taksiz. O'shanga lakatsa tushuntirib, ananaschani yeb siqilyapman-da. Telefonni qo'yganimdan keyin qarayapman. O'ylayapman o'zimcha, "Hey, agar menga kimdir xuddi mana shu sharoitda keltirib, o'rtoq siqilyapman" deganda og'zini urib yorvorardim-da. Qay darajada noshukurmiz deyman-da, ana uni o'ylab turib o'zim so'kyapman-da. Yo'q joydan mayda chuyda problemachalar, bir kimdandir bir 50 ming so'm qarzing bor, ana yerda kiyim olgansan, kiyimdan 100-200 ming qarzing qolib ketgan, telefonda o'kifdan 100-200 dollar qarzing bor. O'sha narsalarga siqilib yuribmiz-da. Mana u siqilishga arziydigan hech narsa yo'q-da. Eng qizig'i, siqilsang ham shu muammo. Siqilmasang ham shu muammo-da. Qanaqa noshukurmiz-da, noshukur bandalarmiz-da.